Toshkent tumani Eshongozor mahalla navbatligimiz keldik. Bu uyimizda 3 sotu, 5 ta xona, 3 ta sanuzel. Ko'rishingiz mumkin mana bu yerga bemalol 2 ta mashina sig'adi. Darvozamiz kattagina. Bu yerda mana bizda sanuzel. Bu yerda bizda kladovka. Bu mana bizning uyimizni ko'rinishi. Bu yerda mana zona joy qoldirilgan. Uy ichini obzor qilib beramiz. Ko'ringlar, narxini oxirida aytaman. Bu yerda mana bizda qurilish xonamiz. Bu taraf 6 spalni. Bu tarafda sanuzel. Zal ko'rayotgan bo'lsanglar, kattagina. Bu stol suli qo'yib, ko'pchilik mehmonlar sig'dirsa bo'ladi. Bu bizda diski xona. Sanuzel bu yerda. Radix İspanya bu yerda. Bu yerda yana sanuzel. Böyle bizde de oshxona. Bu yerda xohlasanglar buni o'rtacha stol qo'yib o'tirsanglar bo'ladi. Xohlasanglar ustiga gilam, ko'rpacha qo'yib tapchan hisobida o'tirib foydalansanglar bo'ladi. Biz bu uyimizga 140 ming so'raymiz.